Hammaga assalomu alaykum. Bugun yuborma uz bo'yicha ko'p uchraydigan muammolarga yechimlarni qisqacha tushuntirib ketaman. Birinchi muammo ko'pchilik yozadi, guruhda kuzataman. Men ulamoqchi bo'lgan sahifa ko'rinmayapti yuborma uz akkauntimda. Shuni qanday qilib ko'rinadigan qilishim mumkin deyishadi. Buni bitta sababi siz o'sha yuborma uzga Facebook akkauntingizni ulab turgan vaqtingiz o'sha sahifaga dostуп bermagan bo'lishingiz mumkin. Yoki ikkinchi sababi adashib boshqa Facebook akkauntingizni yuborma uz bilan bog'lab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'sha sahifaga dostupi yo'q bo'lgan akkauntingizni o'sha Facebook akkauntingizga ulab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Uni tekshirish uchun bu yerda ulanishlar degan joyga kirasiz. Mana bu yerda e'tibor berasiz. Facebook qaysi ism familiyada turibdi? Mana bu Bahodir Siddiqov degan ism familiyada turibti. Men mana shu akkaunt meniki. Mana misol uchun ichiga kiraman. Tak, mana bu yoqda Mana bu Facebook akkauntda mana shu akkauntda ulangan. Yubormamiz bilan bog'langan. Mana shu akkauntimda o'sha sahifaga dostup bormi yo'qmi o'zi? Uni tekshirish uchun mana bu yerda Facebookga o'taman. Tak. Facebookga kiramiz. Facebookga kirganimizda mana bu yerda bizni akkauntimiz belgilangan ustiga bosganimizda mana bu yerda sahifalar ro'yxati chiqadi. Mana shu sahifalar ro'yxatida o'sha akkaunt bo'lsa, demak bizda dostup bor o'sha sahifaga. Undan keyin sahifaga dostup bo'lsa, misolga qaytamiz hozir. Sahifaga to'liq dostup bo'lsa, ikkinchi sababi siz o'sha sahifani o'ylab turgan mahalingiz sahifaga yuborma uzga kirishga shunchaki ruxsat bermagansiz. Uni sozlash uchun nima qilish kerak? Hozir mana qarang. Integratsiya degan bo'limga kirdim. Yangi integratsiyani bosdim. Facebook akkauntimni tanladim. Mana bu yerda bossam faqat Vinetka o'zi degan akkaunt chiqyapti. Menga boshqa sahifamda, deylik, GoShop degan sahifamda tegishli bo'lgan forma integratsiya qilmoqchiman hozir. Nima qilish kerak endi? O'sha sahifa chiqmayapti. Uni o'zini holatiga qaytarish uchun, chiqarish uchun to'g'rirog'i mana bu yerda tak ulanishlar degan joyga o'tamiz. Mana Facebook akkauntimiz to'g'risiga kelib, mana bu belgiga bosamiz. Sessiyani yangilash tugmasi. Shuni bosadigan bo'lsak, bizni o'sha Facebook akkauntimizga qaytadan ulanish sahifasiga o'tkazadi. Mana bu yerda qaytadan ulamoqchimisan deydi, yubormamiz bilan deydi. Biz bu yerda mana bu tugmaga bosishimiz kerak. Agar ruscha bo'ladigan bo'lsa, sizda предыдущий настройка bo'ladi mana shu. Shuni bosganingizdan keyin mana bu yerda ko'rinib turibdiki, mana bu yerda faqat men Vinetka o'zi degan sahifaga ruxsat berganman ekan. Shuning uchun boshqa sahifalarim ko'rinmayapti ekan. Hammasini belgilash uchun mana bu yerda hammasini belgilash tugmasini bosadigan bo'lsam, hamma sahifalarim yuborma uz bilan bog'lanadi. Undan ko'ra ham yaxshiroq varianti mana bu opsiyani tanlab qo'yish. Bu opsiyani tanlaydigan bo'lsangiz, sizni mavjud bo'lgan hozirgi sahifalaringiz va undan keyin ochadigan sahifalaringiz ham hammasi avtomatik yuborma uz bilan bog'lanib ketaveradi. Shuning uchun mana shu opsiyani tanlayman. Undan keyingi qadamida biznes menejer ham xuddi shu mana Vinetkani biznes menejeri ulanib qolganmizda. Shuning uchun kerakli sahifamiz ko'rinmayapti, kerakli lead formamiz ko'rinmayapti. Buni ham xuddi shu mana bu opsiyani tanlab qo'yamiz. Hozir mavjud bo'lgan hammasi va undan keyin bo'ladigan biznes menejerlarimizni yuborma uz bilan avtomatik ulashga ruxsat beryapmiz. Davom etishni bosaman, saqlashni bosaman. Demak, shu bilan bizni yuborma uzdagi akkauntimizga Facebookimiz bog'lanadi. Endi hozir ko'ramiz mana. Tak. Mana integratsiya degan joyga o'taman. Yangini tanlayman, akkauntimda ustiga bosaman. Mana sahifalar ko'radigan bo'lsangiz, hamma sahifalar bu yerda ko'rindi. Muammo hal. Demak, shu bilan bugungi darsimiz tugaydi.